odam ketyapti. Ha. Bu Ha. bunaqasi bor. Xo'p. Bizda shunaqa bo'ladi, bozorga qaraymiz-ku. Уже ashetda o'z analizda ketadi, ko'rinadi. Masalan, mayda trend bor, mayda SNR bor, mayda RBS bor, mayda bunaqa bor, big momentum bor, уже ko'zimizga ko'rinadi. Shunga qarab aytishimiz mumkin. Lekin prostadagi aytilmaydi. Lekin umumiy holatni analiz qila olamiz. Masalan, oltin 5000 ga chiqishini necha oy oldin aytganman? 1 yil oldin aytganman. Dubaydan qilgan videoyim ham bor, tumaloq Telegramda ham turibdi. Oltinni selga olmanglar, faqat buy ishlaylar deb Dubaydan video qilgan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Boshlangan hafta hammamizga fayzli va barakotli bo'lsin. Xo'p, oltin bo'yicha selga ishlashga shoshilmanglar. Imkon qadar atkatidan, yaxshi zonadan buy ishlashga harakat qilinglar. Hammaga rahmat. XM'dagilar mana shu yerda bo'lsa, Saidjahon aka biladi. XM bilan Dubayda aprel oyida 2025-yil aprel oyida video qilganmiz. Unda oltin narxi 2000 dan teparoqda yuradi, lekin shunaqa edi. 3.5 mingga chiqadi deb video qilganmiz. Keyin qarasam, уже kelganimizdan keyin oltin o'sishni boshladi, 3000 ga chiqib ketdi. XMga Saidjahon aka deyapman, videoni qo'yasizlarmi? 3.5 mingga chiqqanda qo'yasizlarmi? deb telefon qilib, shu videoni qo'yishmadi. Уже videoni qo'yguncha 3.5 mingga chiqib qo'ydi. Hozir lekin shu video bor. Aprel oyida olingan video bor. Biz 5000 ni rosa kutdik to'g'risi. 5000 ga chiqishini. Endi hozir xudo xolasa yangi targetimiz turibdi, 5.5 ming, 6 ming. Keyin 6 mingdan keyin padena o'ylab ko'ramiz. 5.5 ming, 6 mingdan keyin selga qiziqib ko'ramiz. Ungacha selga qiziqish yo'q.